Assalomu alaykum do'stlar, hamda Mebelchi kanalining hurmatli obunachilari. Sizlar bilan men har doimgidek boshlovchingiz Maqsudbek Mamatkarimov. Sizlar bilan yana birgaman. Azizlar, bugun ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik kutayotgan Raskladno divanlar haqida gaplashamiz. Ko'rib turibsizlar, bu joyda har xil rasvedkadagi Raskladno divanlar bor. Ular uchtasi birda deyiladi. Qanaqa imkoniyatlari bor, qanday qilsa divan bo'ladi, qanday qilsa nima holatda bo'lishini usta bilan birgalikda video davomida ko'rib chiqamiz. Ungacha mana ko'ryapsizlar, har xil rasvedkalari va divan kresloli holatdagi ishlangan kompleklari ham bor. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Sababi, xudo xolasa bugun Mebelchi kanalining obunachilari uchun juda ham arzon narxlarda chiqarishga harakat qilamiz. Sababi usta bilan gaplashdik, iloji boricha Mebelchi kanalining obunachilariga arzon narxlarda hamda chiroyli qilib chiqarib berishini iltimos qildik. Usta yo'q demadi. Xudo xolasa bugun sizlarga Raskladno divanlarni optim joyidan ko'rsatib o'tamiz. Agar divanlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar hamda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni ham tavsiya qilamiz. Video obzorimizni boshladik do'stlar. Usta Sardorbek aka, assalomu alaykum. Sardorbek aka, charchamayapsiz? Savdolar bilan Ro'zani kunidagi. Xo'p, aka, bizga yo'q demaganingiz uchun, obunachilarimizga vaqt ajratganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Aka, birinchi bo'lib video boshidan shu narsani aytib o'tishimiz kerak. Sexta adresi va yetkazib berish xizmatlari qanday bo'ladi? Andijon bo'ylab yetkazib berishlar bor aka. Andijon bo'ylab dastlabki xizmatlaringiz bor. Endi boshqa viloyatlarga ham chiqarib berish imkoniyatlari bor, faqat kelishilgan holda dastlabkasi alohida pulli bo'lib qoladi. Dastlabkasi alohida chiqadi. Sexta adresini ham aytib o'tib ketamiz. Biz Oxyorda aka. Andijon tumani Oxyor mahallasida. Kelmoqchi bo'lganlarga ham ustaning ekraniga telefon raqamlarini yozib qo'yaman. Telefon qilsanglar, lokatsiyani ham tashlab beradi. O'zingizlarga qiziqtirgan savol bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rasanglar ham bo'ladi. Sardor aka, birinchi bo'lib keling shundan boshlaymiz aka. Buni razmerlari va qanaqa imkoniyatlari bor? Bu aka 2 metr bo'ladi, общий razmeri 240 bo'ladi. Ochilganda 145 ochiladi. Aha. Ochilganda mana bildiradi. Ichlari sonlig'i mana bu aka. Ha, bu hozir tushadi bunisi. Ha, bunisi to'g'ri tushadi. Bemalol aka. Bu yoqqa, onasi bu yoqqa qilib kishi shu joyda yotib foydalansa ham bo'ladi. Hozir shu holatda razmeri necha bo'ladi aka bu tomoni? 145 bo'ladi. 145. 2 metr bo'ladi. 2 metr. Bemalol ikkita odam joylashadi. Materiallari mo'shi, ichlari material. Ichlari sasna displeyda qilingan. Xo'p, birinchi qo'l aka. Birinchi qo'l usta o'zi optim narxda ishlab chiqaradi. Macharkalari ham xudo xolasa sifatli macharkadan qo'yilgan. 22 plot. 22 plotmiz. Xo'p. Azizlar, buni ko'rdik. Sardor aka, buni necha pulga beramiz endi aka? Bizni Mebelchi kanalining obunachilariga. Buni aka 1.900 ga beryapmiz. Obunachilaringiz kelib qolsa aka 17 dan qilib beramiz aka. 1.700.000 so'mdan qilib beramiz. 700 dan qilib beramiz. Telefon qilish bo'lsa 200.000 so'm skitkasi 1.700.000 so'mdan qilib berasizlar. Azizlar, bitta narsani aytib qo'yishimiz kerak. Shu telefon qilayotganda Mebelchi kanalidanman deb qo'ysanglar, Sardor akamiz xudo xolasa shu aytilgan narxlarda chiqarib beradi. Xo'p, endi buni keyingilari ham aka razmerlari hamma yo'g'i bir xil ishlangan bular aka. Bir xil. Faqat rasvetkasida, rangida, matosida farq bor. Xo'p, buni ham ichi 2 metr, divan bo'lgan holatda 145 bo'ladi. Xo'p, 3 ta bo'lish joylashgan bunda ham. Yonlarini ham ko'rsatib beramiz azizlar. Xo'p, bu ham xohlovchilarga bunaqa rangi, xohlovchilarga bundan, xohlovchilarga maloshli. Yana aka boshqa ranglarini ham ko'rsatish imkoniyatlari bor. Misol uchun sexdan ko'rsatamiz. Agar telefon qilish bo'lsa, katalog tashlab berasiz. Boshqa rangni xohlovchilarga ham chiqarib berish imkoniyatlari bor. Xo'p, endi aka yana bitta narsani aytish kerak. Bu tomonga o'tasiz ham mayli, obunachilar sizni ko'rib turadi. Kattaroq razmer yoki kichikroq razmerdan so'rash bo'lsa, imkoniyatlari bor ularning. Azizlar, mana ko'rdinglar, kattaroq, kichikroq razmerlarda ham chiqarib berishadi. Xo'p, aka, ketdik keyingilarimizga ham o'tadigan bo'lsak, bularimiz divan kresloli varianti ekan. Divan kreslo aka bular. Bular ham juda chiroyli, boshqacha ishlanibdi. Masalan, menga juda yoqdi. Xo'p, hozir bunisi bitta, bu uchovi bitta komplekt hisoblanadi. Hozir bu uchovi
yonma-yon uzun qo'yilganda necha metr joyga egallaydi? Uzun qo'yilganda aka 4 metr joyga tushaveradi aka. 4 metr joyga Ha. tushaveradi. 4 metr oladi. Endi ikkalasini bu tomonga qo'yilganda-chi? Qanday qo'yganda? Misol uchun hozir bu ikki xil holatda qo'ysa bo'ladi-yu. Misol uchun Ha. uzun holatda Bunday qo'ysa qo'ysa, bo'ladi, bunday keyin P qo'ysa shaklida aka, qo'ysa ha. bo'ladi. Bunday qo'yganda aka 4 metr joyda egallaveradi. 4 metr joyga tushaveradi. 3 metr, 4 metr joyda egallaveradi. Xo'p, buni azizlar Buni ham machalkalari nima aka? machalkalari 22 plotnos machalkada qo'yilgan, materiallari mo'shi, Mo'shi ichlari sasnada. ichlari sasna, teraga aralashmagan aka. Tera aralashmagan. Bu raskladnoylarimiz ham ichi sasna, teraga aralashmagan. Sasna. U tomonlariga xudo xolasa usta akamiz o'zi sifatiga hamma yo'qiga javob beradi. Sababi birinchi qo'l usta o'zi ishlab chiqaradi. Endi narigi tomondagi turganimiz raskladnoyimiz ham bular bilan bir xil, razmerlari hamma yo'g'i bir xil. Endi buni ham misol uchun klient xohishiga qarab turib rangini o'zgartirishimiz mumkin. Misol razmerlarini katta kichik qilishimiz mumkin. Katta kichik. Endi aka bunga hozir shu turishi necha pul buniki? Buni aka shu turishi 3 million 600 ga qilib beryapmiz aka. 3 million 600 mingga qilib berasiz nash turishini. Nash turishini aka. Xo'p, endi azizlar ko'rdinglar, 3 million 600 ming so'mga shu komplektni chiqarib berishadi ekan. Xudo xolasa sifati hamma yo'g'i yaxshi. Endi bunga misol uchun o'rtaga bitta xon qo'ysa ham bo'ladi. Ha, xon qo'ysa ham bo'ladi. Xon eng arzoni necha puldan, eng qimmati necha pulgacha? Eng arzoni 550 ming so'm aka. 550 ming so'mdan boshlanadi. 550 ming so'mdan 1 million 300 ming, 1,5 milliongacha bor. Endi 3 million 600 ming bo'ladigan bo'lsa, misol uchun necha pullik xon kerak bo'lsa, hisob kitob qilib chiqarib olsa bo'laveradi. Qo'shilib nima qilaveradi aka. Xo'p, Sardorbek aka yana menimcha aka hammasini ko'rsatib o'tdik. Xudo xolasa obunachilar telefon qilib qolsa, qanaqadir savol berishadigan bo'lsa, aka bemalol javob berib, ekranda telefon raqamlaringizni yozib qo'yaman, Telegram, WhatsApp bormi? Bor aka. Misol uchun chetdan telefon qilmoqchi bo'lganlar, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiyada ishlayotgan misol uchun musofirlarimiz bor. Ular ham telefon qilishadigan bo'lsa, bemalol Telegramdan yoki WhatsAppdan sizga aloqa chiqsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p, u tomonlardan hech qanaqa muammomiz yo'q. Azizlar o'zingizlar ko'rib o'tdinglar, guvohi bo'ldinglar. Agar shunaqa raskladnoy divanlar kimgadir kerak bo'lsa yoki shunaqa divan kresloli holati ham agar sizlarga kerak bo'lib qolsa, bemalol shu Sardorbek akaga telefon qilaverasizlar. Divan kreslolarimizni ochilib yopiladiganlar ham qilsa bo'ladi aka. Ha, ochib yopiladiganlik, spanli qilib berish imkoniyatlari ham bor. Endi uni agar so'rash bo'lsa, kelishilaveradi. Narx-navosi misol uchun manaqa narxda chiqar deb turib aytaverasiz, shunga qarab turib chiqarib bersa bo'laveradi. Xo'p, azizlar, xudo xolasa bugungi video obzorimizga ham yakun yasaymiz. Iloji boricha Mebel kanalining obunachilariga arzonroq narxlarda chiqarishga harakat qilyapmiz. Bemalol ustiga telefon qilib olsanglar bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.